Assalomu alaykum, rahmatullohi barakatuh. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Anu kuni raddomga borib, bir o'sha muammo ko'tarilganda hamma ayollar so'rashgan edi, kimingiz farzandli bo'ldi deb. Bugun sizlarga aytaman bu yangilikni. Qaysi yaqinim farzandli bo'lganlarini aytaman, chunki ularni bugun boshqa joyga ko'chirganmiz va ko'rgani boraman inshaalloh chaqaloqni. Nimaga u temani davom ettirmadim? Chunki bilasizlar, o'zimga yetarli bo'lib qoldi. O'sha muammolarning ichida o'zimizda ham bu yoqda bir qancha muammolar bo'ldi va hali tugagani yo'q. Alloh taolo nasib qilsa, tezroq bizga yengillik bersa, albatta tugaydi va o'zimni hayotim bir iziga, yo'liga tushib olgandan keyin albatta inshaalloh qo'limdan kelgancha hamma SMS yozgan, yordam so'ragan ayollarga yordam berishga harakat qilaman.